Bu so'rini ko'rib turgan bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Bundan-da zo'rlarini chiqarishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ashaddiy muxlislar va podpischilar, obunachilar va obuna bo'lib bo'lmasdan ko'rayotgan hammaga alangali salom. Musofirda yurganlarga ayniqsa eng katta salomlarimiz, tanigan bilganlarga, musofirdagilar ayniqsa Alloh panohida yurib, sog' salomatlikda yurtga qaytishlik nasib qilsin. Hammalaringga yaxshi kayfiyat tilagan holatda mana bunday ajoyib bo'lgan shohona surimizni tanishtiramiz xudo xolasa. Bitta ko'rib baho beraverasizlar. San'at asari, faqat qo'l mehnatida ishlangan surimiz. Razmerga keladigan bo'lsak, 3 metrga 3,5 metr bo'ladi. Azizlar, aytgancha bizning manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Shahand Olchin qishlog'idan bo'ladi video syomkamiz. Bitta baho berib qo'yasizlar. Ustullari nima deyapti? 15 ga 15 taxtadan bo'lgan. Zina poyalari bilan. Vay. Hammaga ham nasib qilsin shunaqa so'rilarda o'tirish. Havas qilgan odamga yetkizsin Xudoyim. Endi kimgadir qiziq, kimgadir umuman qiziq emas. Endi kimlar uchundir qiziq albatta. Orqa tomonlarini ko'ringlar. Vay. Ana. Razmerini aytib o'tdim. 2,5 guch deb urganib qopmiz. Razmeri 3 metrga 3,5 metr bo'lgan holatda mana bu yondagi taxtalari 6 santimetrli taxtadan chiqqan. Hammasi qo'lda o'yib chiqilgan tomoshabinlar. Rushnoy ish, kompyuter ish umuman yo'q bunda. Hammasi rushnoy ish. Ko'rishlaring mumkin. Vay. Xo'p, narx-navosiga keladigan bo'lsak, aziz tomoshabinlar, narxi 38 million so'm. Juda qimmat deyishlaring mumkin. O'ziga yarasha xardori bor albatta. Bundan oldingi chiqargan qo'l o'ymali 3 kuch so'rimiz Samarqandga nasib bo'ldi. Inshaalloh yo'lda ketyapti, olib borib berishadi. Undan keyin yana davomi bor. Xudo xolasa 2 komplet tayyor bo'layapti. Uni ham tayyor bo'lsa chiqaramiz. Qimmat deganlar uchun arzonlari ham bor mana bizda. Turidan bor. So'ri kravat, chorpaya, tapchan, supa deydi kimdir. Qanaqasi bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Videolarda xato kamchiliklar bo'lib qolayotgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Biz jinaqa bloger emasmiz, chunki blogerga pul beraverib, sarflayverib zerikkan holatda o'zimiz astoydil chiqarayapmiz. To'g'ri tushunasizlar. Ozmoz xato kamchiligi bo'lsa, toy so'rimiz 15 million so'm, 2,5 ga 3 razmer. Buni ham qo'lda o'yib chiqilgan. Mana bu so'rimiz. Bu ham qo'lda o'yib chiqilgan. 12 million so'mdan 10 million so'mga tushirib qo'ydim mana narxini. Aziz tomoshabinlar, mana Corona modelimiz 8 million so'm. Tez aytib ketyapman, narxlarini 5 million 200 ming so'mga bunaqa so'rimiz bor mana. Tozalab gulli Corona, terapasti Corona so'rimiz. 2,5 ga 3,5 so'rilarimiz xudo xolasa. Bundan tashqari yana elita gullisi ham bor, atirgul gullisi ham turli tumanidan bor xudo xolasa. Aloqaga chiqsalaring ishni bitiramiz nasib bo'lsa. Xo'p, arzonroq deganlarga mana tortma gulli so'rimiz, dolanali so'rimiz 3 million 800 ming so'm. Mana 4 million 200 ming so'm. Gladki so'rilarimiz mana 6 million 800 ming so'm. Mana tortmamiz 4,5 million so'm. 2,5 guch razmer. Aturgul fason 6,5 million so'm, 6 million so'm qilib beraman mana. 2,20 ga 2,70 so'rimiz ham chiqdi mana. Ikkalasi ham mana busi o'zimizning Jamosho sho'r suvga ketadi bir akaxonimizga. Mana busi esa o'zimizning Shahand sanatoriyasining yoniga ketadi xudo xolasa. Bor bulardan aytaverasizlar mana. Xudo xolasa usta ukamiz astidil mana 2,10 ga 2,70 larga lak urayaptilar. Bittasi Tergach qishlog'iga ketadi, bittasi o'zimizning Namangan shahar Fura petayining yoniga ketadi xudo xolasa mana. Yana davomi bor bularni. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Aziz tomoshabinlar, videoda qisqa va lo'nda qildim. Xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Ishdamiz. Ish davomida bir qator syomka qilib qo'yay dedim YouTube uchun. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib,
like bosmagan bo'lsangiz like bosib, komment yozmagan bo'lsangiz komment yozib, ilojini boricha videoni mahalliy gruppalaringizga bitta tarqatib yorsangiz, agar siz tarqatgan orqali sotilgan so'ridan agar sotib qolsak, biz bilmasak, TVdagi ko'rib turuvchi yagona Alloh biladi. Ilohim ajrini sizga bersin deb qolamiz. Yaxshi niyat qilib qolamiz, xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Podpiska bo'lib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. 1000 tadan o'tdik. Yangiliklar bor, xudo xolasa chegirmalar qilish niyat bor. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.